Assalamualaikum. Bugün yeni tefsir cevherleri kitabımızdan ikinci kısmıdan 21. betten 30. betkice okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sual. Nima uchun Qur'oni Karimda ma'nosi insonlarga aniq emas oyatlar o'rin olgan? Halbuki Qur'oni Karim bütün insoniyatning to'g'ri yo'lga hidoyat tepish uchun nozil qilingan kitobdir. Ahvol bundaq ekan, uning oyatlarining hammasining ma'nosi aniq va ochiq bo'lishi kerak emasmidi? Javob. Qur'oni Karimdagi ma'nosi aniq oyatlar dinning asosidir. Bundaq oyatlar mutlaq ko'plikni tashkil qiladi. Bu ma'nosi aniq oyatlar islom dinining bütün masalalarini bayon qilib berish uchun yetarli bo'lgan bo'lsa-mu, Alloh taolo o'zining hikmatiga asosan insonlarga ko'p ma'nolarga dalolat qiladigan ma'nosi aniq emas oyatlarni nozil qilgan. Buningdagi sir haqiqiy iymon bilan taqlidiy iymonni farqlantirish va mo'minlarning iymonini kuchaytirishdan iboratdir. Bu olimlarning izchil izlanish uchun berilgan bir ishorat bo'lsa kerak. Shunga Alloh taolo yuqorqi oyatda dinda toshqanlar demasdan "Varrasihuna fil ilm", ya'ni ilmda toshqanlar degan. Payg'ambar alayhissalom "Varrasihuna fil ilm" degan oyatning ma'nosi haqida so'ralganda "Men barrat yaminuh va sadaqa lisanuh va istiqama qalbuh", ya'ni u dili durustlik bilan, tili rostchilik bilan to'lgan, yolg'on gap qilishni tasavvur qilib bo'lmaydigan kishidir deb javob bergan. Bundaq ulamolar Qur'on Karimning butun insoniyat uchun yagona hidoyat manbasi ekanligini, uning oyatlarining ko'p qismi ma'nosi aniq, har qanday kishi tushuna oladigan bo'lib, har kimning tushunish iqtidoriga, bilim saviyasiga yarasha xitob qilinganligini yaxshi biladi. Shunga ular duolarida "Ey Rabbimiz, sen bizni ulug' islom diniga hidoyat qilgandan keyin dilimizni bu to'g'ri yo'ldan hargiz burib etmagin. Bizga o'z dargohingdan rahmat ato qilgin. Chunki sen haqiqatan bekmi ato qilguvchi Rabbimizsan. Ey Rabbimiz, keladiganligida qilcha shak bo'lmagan shu qiyomat kunida yaxshilikqa mukofot va yomonlikqa jazo berish uchun insonlarni hisob maydoniga to'playdiganliging haq va rostdir" deb munojat qiladi. Shaksizki Alloh taoloning va'dasi haqdir. U cho'qim amalga oshadi. Diniy ilm va fanniy ilm yoki dunyolik ilm va oxiratlik ilm deb ayirish to'g'ri emas. Chunki Alloh taoloning roziligini ko'zlab, Alloh taolo buyurgan bo'yicha hayot kechirish uchun kerakli bo'lgan ilmlarning hammasi diniy ilmdir. Hammasi oxiratlik ilmdir. Aksicha, garchi tafsir, hadis va fiqh o'qismi, uni zolimlarga xizmat qilish yoki obro'y qozonish va yoki dunyolik manfaat uchun o'qisa, u diniy ilm hisoblanmagandek, matematika, fizika va biologiyaga o'xshagan tabiiy fan ilmlarini o'zining dunyo va oxiratlik manfaatini qo'lga keltirish, Alloh taoloning diniga xizmat qildirish, Alloh taoloning qudratini namoyon qilish orqali islomning haqiqatini o'ttirg'a chiqarish uchun o'qisa, u diniy ilm va Alloh roziligi uchun o'qilgan oxiratlik ilm bo'ladi. Demak, niyat hammadan a'lo. İslamның altın davrlarida ilmlar turlarga ayrilmaydi. Öz vaqtida musulmonlarning orasidan chiqqan Biruni, Xorazmi, Farabi, Ibn Rushd, Ibn Haysam, Ibn Sina qatorliq son-sanoqsiz olimlarning har biri dinda olim bo'lganning sirtida meditsina, matematika, ximiya, astronomiya, fizika, biologiya qatorliq turli ilm-fan sohalarida eng avval fikr yurgizib, bu fanlarning nazariyaviy asoslarini turg'izgan kishilar edi. Muhim nuqtalar. Birinchi, Qur'on Karim oyatlari ichida ma'nosi aniq oyatlar bo'lgandek, insonlarga nisbatan ma'nosi aniq emas oyatlarmi bor. Ma'nosi aniq oyatlar Qur'on Karim oyatlarining mutlaq ko'p sonligini va dinning asosini tashkil qiladi. Ma'nosi aniq emas oyatlar bo'lsa, mu'minlarning iymonini kuchlantiradigan va insonlarning ilmining cheklik ekanligini his qildiradigan oyatlardir. İkinci, dilleri azgınlıkla mail bo'lganlar Qur'on Karimdagi ma'nosi insonlarga aniq emas oyatlarni dastlab qilib turib, fitna ig'vo qo'zg'ash va bu oyatlarni o'zlarining yomon maqsad va razil g'arazlarini amalga oshirishga xizmat qildirish uchun o'zlarining nafsi xohishiga muvofiqlashtirib ta'vil qilguvchilardir. Uchinchi, ma'nosi insonlarga aniq emas oyatlarning haqiqiy ma'nosini Alloh taolo o'zi biladi. To'rtinchi, ilmda toshqanlar Qur'on Karim oyatlarining hammasining Alloh taolo tarafidan nozil bo'lganligiga,
Ayetlerinin bir-biriga zid kelishinin mumkin emas ekanligiga haqiqiy ishonadi. İnsanlarga berilgan ilm ve aql doirasining cheklik ekanligini biladi ve bilmaganlarini Alloh taoloning ilmiga topshirdi. 5. Aql egalari Alloh taoloning hikmat bilan ish qilganligini nihoyat obdan tushunadi. 6. Alloh taoloning hidoyatiga erishgandan keyin uningdan ayrilib qolmaslikni Alloh taolodan hamisha tilash ve shu yo'lda izchil minish aql ve ilm egalariga xos bir afzallikdir. 7. Alloh taoloning rahmatini talab qilish ibodatdir. 8. Alloh taolo bandalariga eng mehribon ve hamisha ularga rahmat ato qiluvchidir. 9. Alloh taoloning qiyomat kunida bütün insonlarni to'plab, ularning bu dunyoda qilgan yaxshi yomon barliq qilmishlaridan hisob oladiganligi ve ularga tegishli mukofot jazolarni beradiganligi haqdir. 10. Alloh taoloning va'dasi haqdir. Alloh taolo qilgan va'dalarini cho'qim ishga oshirguchidir. Mal dunyo ve ballar bilan karanglashning oqibati. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû len tuğniye anhum emvâluhum ve la evlâduhum minallâhi şey'â ve ulâike hum vekûdun nâr kedâbi âli fir'aune vellezîne min qablihim kezzebû biâyâtinâ feahazahumullâhu bizunûbihim والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Tercümesi 10. ayet. Şeksiz ki kafirlerin pulmalları, balaları Allah'ın azabı aldıda hiç nerseye eskatmaydı. En şular dozaqның yıqılıqsıdır. 11. ayet. Ularning hali pravin təvəllərinin və ulardan ilgirkilərinin halı oxşaydı. Ular bizning ayetlərimizni yalğanğa çıxardı. Günahı tüpəylidən Allah ularını cəzaladı. Allah'ın cəzası qattiqdir. 12. ayet. Ey Peyğəmbər, kafirlərə aytqan ki, sizlər yaqını məğlub qılınsızlar və cəhənnəmə toplanırsızlar. Cəhənnəm nə degan yaman joy? 13. ayet. Ey Yahudilər, Bədir qasıda uçraşqan şu iki guruhlar sizlər üçün ibret var idi. Biri Allah yolda urushayotgan guruhdir. Yana biri ko'zlarga musulmonlar o'zlaridek ikki asli ko'rinib ketgan kafirlar guruhidir. Allah xalqan kishini yordam berib qo'llaydi. Buningda aql egalari uchun albatta ibrat bor. Tafsiri Necran xristianlaridan tashkillangan hay'at o'zlarining kufrliqida haqiqatni e'tirof qilmasligida ching turgan va Alloh taoloning oyatlari haqida fitnalarni qo'zg'ashga uringandan keyin Alloh taolo mayli xristian bo'lsin, mayli yahudi bo'lsin, mayli arab mushriklar bo'lsin va mayli boshqa kafirlar bo'lsin, barliq kafirlar guruhini shunday ogohlantirdiki, kafirlar qiyomat kunida cho'qim do'zaxga tashlandi. Ular mangulik azob uqubatlarga uchraydi. Ularni Alloh taoloning azobidan hech kim va hech narsa qutqizib qola olmaydi. Ularning bu dunyoda yiqqan mol dunyolari, ishonch qilgan farzandlari ularga hargiz asqatmaydi. Ularning holi va oqibati xuddi Firavun tavallarining va ulardan ilgirki Ad, Samud qavmlarining holiga va oqibatiga o'xshaydi. Ular Alloh taoloning payg'ambarlarini inkor qilib, haqqini qabul qilishdan bosh tortganlik uchun bu dunyoning jazosiga va oxiratning azobiga tegishli bo'lgan edi. Bu kafirlarning oqibati albatta shunday bo'ladi. Kafirlar qanday davrga oid bo'lsin, ularning boradigan joyi do'zaxdir. Ibn Abbas raziyallohu anhu mundaq degan: Musulmonlar Badr g'azotida Makka mushriklar ustidan g'alaba qilgandan keyin hamma birdek Madinaga qaytib keldi. Va payg'ambar alayhissalom Madinaga yahudilarni Qaynuqa qabilasining bozoriga to'plab, ularni islomga da'vat qildi. Agar ular musulmonlarga qarshi suiqasdlarni, buzg'unchiliklarni va dushmanliklarni to'xtatmaydigan bo'lsa, ularning xuddi Makka mushriklaridek mag'lub qilinganligini aytib, ularni ogohlantirdi. Shu vaqtda yahudilar o'zlarining haqqavurligidan Muhammad alayhissalomga til uzatib: "Ey Muhammad, sen urush tajribasi yo'q Makkaliklar bilan urushib, ularni yenganligingga mag'rurlanib ketma.
agar biz bilan urush qilgan bo'lsang, bizning kim ekanligimizni shu chog'da bilib qolsan deydi. Alloh taolo shu munosabat bilan yuqorqi qul lillazina kafaru degan oyatdan liulil absar degan oyatgacha bo'lgan ikki oyatni nazil qildi. Alloh taolo bu oyatni nazil qilish orqali Yahudilarning patiqında yengildiganligi va oxiratda do'zaxga ketadiganligidan xabar bergan bo'lib, bu va'daning amalga oshishi bilan Yahudilar mag'lub bo'ldi. Ularning bir qismi o'lib tugishdi. Qolganlari Madinadan Sham tarafga surgun qilindi. Shunday qilib Madina shahri Yahudilardan tozalandi. Keyingi oyat yana Yahudilarga xitob qilingan bo'lib, ular Alloh taolo deydi-ki: "Ey Yahudilar, sizlar uchun Badr g'azotida ibrat bor. Chunki bu g'azotda musulmonlarning soni va qurol yaroqlari mushriklarnikiga nisbatan intayin oz edi." Lekin Alloh taolo kofirlarning ko'ziga musulmonlarning sonini o'zlaridan 2 hassa ko'p ko'rsatish yoki ba'zi mufassirlarning tafsir qilgandek musulmonlarning ko'zlariga kofirlarning sonini oz ko'rsatish bilan musulmonlarning ruhini ko'tarish, kofirlarning ruhini tushirish orqali oldi bilan kofirlarni ma'naviy jihatdan mag'lubiyatga uchratdi. Musulmonlarning ma'naviyatini bo'lsa ko'tardi. Ondan kofirlarni yengildirdi. Alloh taolo xalqan bandisini o'z dargohidan yordam qilib qo'llaydi. Alloh taolo azaldan payg'ambarlarga va mo'min bandalarga yordam qilib qo'llab keldi. Kofirlarni bo'lsa hamisha mag'lub qilib keldi. Muhim nuqtalar. Kofirlarning boradigan joyi do'zaxdir. Do'zax ularning mangulik qarorgohidir. Ikkinchi, kishiga oxiratda asqatadigan iymon bilan yaxshi amaldir. Kofirlarni va musulmonlardan bo'lgan osiylarni, ularning bu dunyoda ishonch qilgan mol dunyosi, faxrlangan farzandlari Alloh taoloning azobidan to'sib qola olmaydi. Sheksizki qiyomat kunining egisi va u kunda hukm chiqaruvchi zot Alloh taolodir. 3. Gunoh masiyatlar uni sodir qiluvchilarga dunyo va oxiratda azob uqubatlarni ilib keladigan omillardir. 4. Bu dunyoning vaqtliq ne'matlariga aldanib ko'ranglab ketishning oqibati hasrat va nadomatdir. 5. Yahudilarning boshiga kelgan qismatlar Qur'on Karimning oldin xabar berishda to'liq rostchil ekanligini ta'kidlaydi. İnsan ve onun dünya bulgan hirsmenligi. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnâsi hubbu'ş-şehevâti minen-nisâ'i vel-benîne vel-qanâtiril muqantarati minez-zehebi vel-fiddati vel-haylil musawwamati vel-en'âm والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Tercümesi 14. ayet. Ayollar, oğullar, altın gümüşten toplangan köp pul mallar, arg'amoqlar, chorvalar ve ekinlerden ibaret ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbeti insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dünya hayatının vaqtliq manfaatlaridir. Halbuki Allah'ın dargohida bo'lsa, yaxshilar qaytadigan güzel joy bor. Bu oyatning oldingi oyatlar bilan bo'lgan munosabati. Alloh taolo oldingi oyatlarda Najron xristianlari va boshqa kofirlarning haqiqatni bilib turib, e'tirof qilishdan bosh tortib, o'zlarining kufrligini davomlashtirganligini bayon qilgan bo'lsa, bu oyatda kofirlarning kufrida ching turib olishining sababiga ishorat qiladi. Chunki ba'zi insonlar mol dunyoni, shon shuhratni, mansabni va har qanday bir dunyo manfaatini haddidan ortiq yaxshi ko'rganlikdan navoda iymon etsa, bu manfaatlardan ayrilib qolish vahimasiga tushib, haqni qabul qilishdan yuz o'raydi. Peygamberlerinin qavmi ichidagi katta boshlarning va davlatmanlarning o'z payg'ambarlariga birinchi bo'lib qarshi chiqqanligi buni ifodalaydi. Tafsiri. Alloh taolo ayollar, farzandlar, mol dunyo, shon shavkat qatorliq dunyo manfaatlarining muhabbatini insonlarga chiroyli va yoqimli ko'rsatgan bo'lib, ularni so'yish va ularga berilish gunoh sanaladigan ish emas. Chunki ularni so'yish, ularni talab qilish inson tabiatining bir qismidir. Bu yerda ma'ni qilingan va so'kiladigan narsa insonlarning yuqorqi dunyo manfaatlarini yaxshi ko'rishda haddidan oshirib o'tishi va dunyo manfaatlarini oxiratlikning oldiga qo'yib olishidir. Insonda shahvoniylikdan iborat hayvonlar xos sifat bilan ruhoniylikdan iborat farishtalarga xos xislat mujassamlangan bo'lib, inson bu ikkisining o'rtasida o'tirhol yo'l tutishga buyurilgandir. Shahvoniylikqa berilib ruhoniylikdan ayrilib qolish xato bo'lgandek, ruhoniylikqa berilib dunyo manfaatlaridan butunlay yuz o'rishmi to'g'ri emas. Har ishning o'tirhol bo'lgani yaxshidir.
İslam dini kişilərə dünyalık və ahiretlikni oxşaş tərəf qıladigan, insanların mənfəətini gözləydigan, onlara oңaylıqni xalaydigan bir esil və mükəmməl dindir. İslam dini tərki dünyalıqni yoqturmagandek, ahiretni unutub dünyapərəst bo'lib ketishni yoqturmaydi. Çünki İslam dini hər işdə o'tir hal bo'lishni yoqtiradigan və insan təbiətiga tamamen mos dindir. Ayollar bilan bolalar dünya hayotinin zinatlaridir. Ammo ayollar bilan bolalarning muhabbati kishini ahiret ishlarga ko'ngil bo'lmaslik darajasiga ilib bormaslikqa lozim. Mal dunyo va obro' shuhratlar bu dunyoning ne'matlaridir. Ammo bu ikkisi kishini ahiretlik ishlardan to'sib qolmaslik lozim. Mal dunyo ba'zi kishilar uchun ziyonli bo'lsa, ba'zi kishilar uchun foydalidir. Allah Taala ato qilgan mal dunyo uning zakot, sadaqa va xolisona yordamdan iborat haqqini ado qilgan odam uchun foydali bo'lib, Allah Taalaning roziligiga erishishning bir vositasi bo'lganidek, uning haqqini ado qilmagan odam uchun bu dunyoda avorchilikqa, oxiratda bo'lsa azobga sabab bo'ladi. Muhim nuqtalari. Dunyo manfaatlariga qiziqish inson tabiatining bir qismidir. Bu dunyolik qilib berilib oxiratlikni unutish intayin xato bo'lgandek, tarki dunyo bo'lib Alloh taolo halol qilgan ne'matlarni o'ziga harom qilib olish xatolikdir. Eng yaxshisi oxiratlik bilan bu dunyolik o'tirsda o'tir hal yo'l tutishdir. Ikkinchi, mal dunyo uning haqqini ado qila olganlar uchun dunyo va oxiratlik katta ne'mat bo'lgandek, uning haqqini ado qilmaganlar uchun bu dunyoda avorchilik, oxiratda azobdir. Üçüncü, Allah Teala'nın dergahideki nimetler bu dünyanın menfaatlerinden elbette çoğundur ve yaxşıdır. Allah'ın dergahideki mükafat hemmeden yaxşıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'unebbiukum bi hayrin min zalikum lillezine ettekav inde rabbihim cennetun tecri min tahtihal enhar. خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Tercümesi 15. ayet. Ey Peygamber, müminlerge aytkan ki, men sizlerge yuqur kılardımı, yaxşı narsini aytip bereymi? Taqvadarlar üçün Rabbinin huzurida asıdın östanları yıkıp durduğan, ular mengülük yerleşip kaldıgan cennetler, pak cüpler, en katısı Allah'ın razılığı var. Allah bendilerinin emellerini iniq görüp durğucudur. 16. ayet. Ani şu takvadarlar, ey Rabbimiz, biz çeksiz iman ettik. Bizning günahlarımızı mağfiret kılgan, bizni dozaq azabını saklığın deyilgan kişilerdir. 17. ayet. Ular sabr kılıqçılardır. İmadada rastçılardır. Allah itaat kılıqçılardır. Yaxşılık yollarına pulmal sarf kılıqçılardır ve seherlerde istiğfar etkiçilardır. Bu ayetnin aldığın ayetler bilen bulgan münasibeti. Allah Teala aldığın ayette kişilerge ayollar, balalar, mal dünya ve başka dünya nimetlerinin muhabbeti çıralıq görürsülgenligini, bırak ularının vakitlik nimetler bulup mengülük emeslikini bayan kılgandan keyin bu ayetlerde Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kişilerge dünya nimetlerinin elbette yaxşı bulgan, kasırlarının astıdan üstanlar yıktırılgan, nazı nimetlik, İsil cennetlerinin bu dünyada Allah Teala'nın emrini tutkan takvadarlar için tayarlanganlıqını etip berişke buyuruyordu. Tefsiri. Ey Peygamber, sen kavminden iman edip Müslüman bolgan kişilerge aldığınki ayette bayan kılıngan dünya zinetleri ve menfaatlerden elbette yaxşı ve mengülük bolgan ahiret mükafatlardan haber bergin. Takvadarlar özlür için tayarlangan, kasırlarının asıdın östanlar yıktırdıgan isil cennetlerde mengülük yerleşip kalıdır. Ular onun başka joyga yetkilishni xohlamaydi. Ularga bu cennetlerdeki nazı nimetler qatarda pak cüptlermi var. Takvadarlarga cennetten başka yine en katta bir mükafat var bulup, o bolsumu Allah Teala'nın razılığı erişiştir. Çünkü Allah Teala'nın razılığı erişten katta nimet yoktur. Allah Teala'nın razılığı erişken kişi hem bir erişken buldu. Onundan məhrum qalğan kişi həmin məhrum qalğan buldu. Allah Teala'nın razılığı erişken kişi hiç kaçan onun qəzbə uçurmaydı.
Taqvodorlik qalbda bo'ladigan, uni Allohdan boshqasi bilmaydigan narsadir. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga taqvodorlikni tushuntirib, "At-taqva hahuna", ya'ni taqvodorlik bu yerda deb qo'li bilan o'zining ko'ksiga ishorat qilgan. Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhu, Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan taqvolik haqida so'raganda, u "Siz tikanlik yo'ldan muvaffaqmi?" deb so'ragan. Ömer "Ha" deganda, Ubay yana uningdan "Qandoq mangdingiz?" deb so'ragan. Ömer "Putimga tikan kirib ketmasin deb ehtiyotchanlik bilan mangdim" deb javob bergan. Bu vaqtda Ubay uningga "Taqvolik degan ana shundoq bo'ladi" degan. Ya'ni tikanlik joydan mang'an odam putimga tikan kirib ketmasin deb ehtiyotchanlik bilan mangish orqali o'zini ziyon zahmatdan qo'g'dagandek, taqvodor odam hayotlik musobaqasida gunoh, yomon ishlarni sodir qilib qo'yib, Alloh taoloning jazosiga uchrab qolmaslik uchun hamisha ehtiyotchanlik bilan harakat qiladi va mas'uliyat tuyg'usi bilan ish ko'radi. Alloh taolo taqvodorlar uchun ikki turli mukofot hozirlaydi. Biri moddiy mukofot bo'lib, u bo'lsa jannatdir. Yana biri ma'naviy mukofot bo'lib, o bo'lsa-mu Alloh taoloning roziligiga erishishdir. Bu bütün ne'matlarning eng kattasi hisoblanadi. Chunki Alloh taoloning bir kishidan rozi bo'lganligi amaliyotda uningdan mamnun bo'lganligi va uningga mangu g'azab qilmaydiganligi deganlikdir. Qur'oni Karim buni Tavba surasida mundaq bayon qildi. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكين طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Yani Allah mümin erler ve mümin ayollarga aslından östenleri eqib turadigan, ular мәңгі turadigan cennetlerini ve ularning daimi qarorgohi bo'lgan cennetlerdeki esil turalgılarını va'da qildi. Allah'ның ularning rozi bo'lishi cennet nimetlerining eng kattasidir. Mana bu cho'ng baxtdir. Elhamdülillah bugün vazifamizni ado qildik. Müşterikchilik bo'lsin.